eng maza qilgan joyim mashinangizni parkovka qilgandan keyin bolachalaringizni mana shu o'yingohga ko'rib turasizku, eng maza qilgan joyim mana shuda. Novostroyka 53 kvadrat, narxi esa 52 ming. Yana ozgina savdosi ham bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Remonti yangi qilgan, hali hech kim kirib yashamagan. Bilasizlar, bu yo'limiz Rudaki ko'chasi Ulug' Simo domni shunday orqasiga o'tganda, короче, 7 qavatlik Novostroykani 7-qavatda. Bu mansard emas, buni tepasida cherdaki ham bor. Bu kattalar uchun yotoqxonasi, duxkonturniy kotel bor, har bitta xonasiga batareyasi bor. Mana shu glavni eshikdan kiraverish, chap o'ng qo'limizda mana shu yevromontaj qilingan, to'g'rimizda sanuzel bo'ladi. Sanuzelni vaqti dahshat qilgan. Unitaz, rakvinni mana shu smestitilni ham zo'ri turibdi. Sushilka bor, rakvinni bor bu yerga va mana shu yer zal qismi bo'ladi. Zal bu yerga ham televizor zona qilgan akamiz. Bu yer o'tirib yeydigan joymi, zal bo'ladi. Mana bu yer kuxni razdvijnoy, mana shunaqangi oyna bilan yopib qo'yganlar. Gaz plita vitishkasi bor, rakvinisi bor. Mana shu yerga bitta xolodilnikni joyini tashab ketgan. Duxkonturniy kotel turibdi, batareyasi ham bor. Mana shu oynani panorama kattasi turibdi. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Srochniy aloqa chiqinglar. Srochniga ozgina savdosi ham bor.